Bu ham o'zi eng belga nagruzka bermaydigan bezopasniy trenajyor, lekin shunda ham belni og'ritib qo'yadiganlar borda. Bel og'rishining sababi tushirganda ko'tarilib ketsa, nagruzka to'g'ri belga tushadi. Ko'tarilsa, nagruzka belga tushib, bel og'rib qoladi. Bu uchun nima qilamiz? Ko'tni mana bu sidushkaga qo'ymasdan spinkaga qo'yamiz. Belga mana bunisiga tirab qo'yamiz. Ko'krak ko'tarib bel tekislaymiz. Ketdik. Mana bel tekis turgan holda oxirigacha tushiramiz. 2. Bel qimirlamasligi kerak. O'shanda bel travma olmaydi. Mana sekin tushirlar. Ayni oyog'ingiz qaltirasin, charchab qolsin, 2-3 ta kam bajaring, lekin texnika buzilmasligi kerak.